Go'shtni ham ya boshqacha qilibdi. Kirib qozonga terdi, haliga tuxum qovurgan yodim der, atrofidan quydi keyin. Keyin ustiga tuxumlarni terib, tuxumlarni terib turib, laganni bosib qo'ydi. Haydan o'tdi, yaqib qo'ydi. Qo'shib qo'ygan. Haliga Qo'qonda, Marg'ilondan, Ha, olyapmiz. Odiljon, qanday ahvollar? Salomatliklar. Qani bir dillardagi bir tilaklardan bozorlardan. Bozorlar tinch. Aha. Hozircha endi bir-ikki savdo o'rtacha bir-ikki bozorda keladigan gapi bor endi qaysi kim biladi yana endi. Yozaldimi? Bu qayoqqa ketdi? Qayoqlar? Ko'makay tarafda. Shahlametli tarafda. Shahid tepaga ketdimi? Shaytepa yo'lida. Yo'q, dasturxon shunday kelib, Yangi ochilgan. O, mayalarda yo'llar, boshqa nimalarga ham poyabzallar qo'yibdi. Yo'llar haliga. Ha. Jahon bozori poyabzali Shahid tepaga ketdi. Odamlarga yaxshi bo'ldimi yo qiynalyaptimi? Haqiqatan ham. Yana qaytsa kerak unda. hozir poyabzal hamma nimada bo'lib qoldi masalan. Biz mahallada 3 yil, 4 yerda sotadi, topib keladi. Sekin pullab qo'yib ketsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Kelsinlar. Ha, bolalar, to'planyapti mana bolalar. Bolajonlar. Nima qilsar yuribdi? Yosh yigitlar. Salomatlar yaxshimi barnama? Yo'q, yeysilarda. Ha. Hoji aka suvlardan olib kelibdi. Olmaganlar Kelinglar. Mana yangi hoji. o'tavlar, hali ko'rishamiz, o'tavlar. Ha, bu yoqqa. Kelsinlar, Hasanboy, salomatlar yaxshimi, omonmilar? Homidbey. Omonmisan, yaxshimisan? Mafiyanikimi? Mana bu yoqqa. Ha, ko'rishdik. Bu yoqqa. Ana. Qani hoji akalar? Aha. Qani bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi atamana va sakana va ja'alna minal muslimin. Allohning bergan ne'matlariga shukr. Allohu akbar. Sinfdoshlarimiz jam bo'lishdi. Mana shu yigit umra ibodatini bajarib keldi. Xudoga shukr. Safimiz yana kengayyapti. Omon bo'lsinlar. Men endi keldim. Men ertaroq shashilib. Mana ikkitadan olasiz. Ha, hurmomi? Hamma galat katta olasiz.